farzandga gapirishi bu uni kelajagidir. Bu narsaga befarq bo'lmaydi. Logo massaj hech qachon massajchi bo'lib turgan odamdan logo massajni o'rganmayli. Logopedik massajni bekorga institutda o'qilmaydi. Institutda necha yil davomida o'qishadi ular. Har bir harfi chiqadigan tochkasi bo'yinga. Birinchi navbatda logopedchilar bo'yin bilan ishlaydi. Bo'yin bilan ishlaydi. To'g'ri, bir xil logo sentrlarda massaj bor, lekin o'sha massajga asosan qattini, qaysi umurtqa pog'onasini ochish kerakligini logoped vrachchi o'zi o'rgatib ko'rsatib beradi. O'shaning uchun logo massaji faqat logo sentrlarda olganda effekti ko'p bo'ladi. Ular siz bilan to'lov chiqarib beradi. Misol uchun oddiy harflarni chiqarishga yordam berishingiz mumkin, til tutib qolayotgan. Lekin harflarning orasida kelayotgani, chiqayotgani har bir narsasini logopedga olib borish kerak bo'ladi. Massajchiga emas, logopedga olib borish kerak bo'ladi. Lekin logoped uni polniy umurtqa pog'onasidan berayotgan bo'lsa, sizga massaj yozib beradi. Lekin u massajni siz qilib bera olasiz, umurtqalari bilan sizga ko'rsatganda 7 ta umurtqa pog'onamizni ochib umurtqa bilan ishlash kerak jarayonni ko'rsatib beradi. Lekin u yog'ini davomini logopedda oladi. Logo massaji faqatgina logopedlarda olgandagina 100% effekti bo'ladi. Bu narsani massajistlarga ishonib bo'lmaydi. O'zini logopedический spesialniy shu bilan shug'ullanadigan logopedlarga murojaat qilish mumkin.